Hunarli mingni yengar. Farzandnoma kitobidan. Obiddin Mahmudov. Shogird so'radi: hayotda afsusli narsalar nimalar? Ustoz dedi: mashaqqat ila erishilganini yo'qotish. Biron bir foydali kasbni o'rganmasdan umrni mazmunsiz o'tkazish. Ha, bu hikmatning zamirida chuqur ma'no bor. Keling, bu xususida bir ibratli hikoyat so'zlab beray, toki siz ham undagi hikmatlardan bahramand bo'lgaysiz. Qadim zamonlarda qudratli bir davlatning bahodir va navqiron podshohi bo'lgan ekan. U saltanatni aql, idrok va mohirlik bilan boshqarar ekan. Oylar, yillar shu zaylda o'taveribdi. Ammo bir muddatdan keyin yosh podshoh ayshu ishratga berilib, hukmronlikni asta-sekin qo'ldan chiqara boshlabdi. Vaziyatdan foydalanib, qo'shni mamlakat hukmdori bu yurtga hujum qilib, uni bosib olibdi. Baxtli tasodif tufayligina yosh podshoh jon saqlab qolishga muvaffaq bo'libdi. U yo'l yursa ham mo'l yurib, tog'u tosh, qiru adir, cho'lu biyobonlardan oshib, o'zga bir mamlakatga kelib qolibdi. Yonida bir chaqasi, yeyishga bir burda noni ham yo'q ekan bechoraning. U kech tushib, qorong'i bo'lganda bir kichik hujra yoniga zo'rg'a yetib kelib, eshikni taqillatibdi. Bu hujra temirchi cholning uyi ekan. U kech bo'lganda ham ish bilan band ekan. Chol eshikni ochib: "Kel bolam, kimsan? Kech bo'lganda nima qilib yuribsan?" deb so'rabdi. "Men bir savdogarning xizmatkori edim. Karvonimizga qaroqchilar hujum qilib, hammani o'ldirishdi. Birgina men omon qoldim. Iltimos, menga bir kechaga tunash uchun joy bersangiz", deb iltimos qilibdi. Chol mehmonni uyiga olib kirib ovqatlantiribdi. So'ng dam olishi uchun to'shak solib beribdi. Podshoh yigit bir kechayu bir kunduz uxlabdi, chunki u uzoq vaqt uxlamasdan och nahor yo'l yurgan ekanda. Uyqudan turib, biroz o'ziga kelganidan so'ng, u hayotning qadr-qimmati, umr mazmuni, o'zining esa biror kasbni o'rganmagani, hayotini behuda ayshu ishratga sarflagani, bundan keyin qanday kun kechirishi xususida chuqur o'y suribdi. Chunki odamzodning boshiga qachon musibat, og'ir kunlar tushsa, u kasb, hunar, umr, hayot haqida o'ylay boshlaydi-da. Ikkinchi kuni ertalab chol yigitning yoniga kelib, biror hunari bor yo'qligini, bundan keyin nima ish bilan mashg'ul bo'lishini so'rabdi. Podshoh yigit bir og'iz so'z aytolmabdi. Shunda chol unga shu yerda temirchilikni o'rganib, kun ko'rishni taklif qilibdi. Podshoh yigit noiloj bu taklifga ko'nibdi. Cholning hech kimi yo'q ekan. Chunki bir paytlar xuddi shu podshoh yigit bu joylarga hujum qilib, yurtning kulini ko'kka sovurgan ekan. Qirg'inbarotda cholning xotini, 2 o'g'li va bir qizi dushmanlar qo'lida jon taslim qilishgan ekan. Shundan buyon chol yolg'iz yashar ekan. Sobiq podshoh choldan temirchilik sirlarini o'rgana boshlabdi. Oradan yillar o'tibdi. U kasbini puxta o'rganib, mohir temirchi bo'lib yetishibdi. Olislardan unga vatani haqida xabarlar kelib turarkan. U tug'ilib o'sgan yurtini juda sog'inganidan yurtiga qaytishni ko'p o'ylar ekan. Oradan vaqt o'tib, u ko'plab qurol-yarog' yasabdi va o'z yurtiga borib, o'zining safdoshlari va izdoshlarini topibdi. Aql va zakovati, kuchi va mahoratini ishlatib, bosqinchilardan taxtini qaytarib olibdi. Podshoh ertasigayoq quyidagi mazmunda farmoni oliy chiqaribdi. Saltanatdagi barcha fuqaro, o'g'il, qiz, mansabi, millati, irqidan qat'iy nazar, jamiyatga foydali ilm va kerakli kasb-hunar o'rgansin.
Podshohning o'zi esa oqila bir qizga uylanib, ko'p farzand ko'ribdi. Ularning har biriga kasb-hunar o'rgatibdi. Vaqtlar o'tib, bu yurt juda qudratli saltanatga aylanibdi va fuqarolari farovon hayot kechira boshlashibdi. Yosh podshoh o'zining ko'rgan qiyinchiliklari tufayli hayotning har bir lahzasini mazmunli o'tkazish lozimligini tushunib yetibdi. Shuningdek, har qanday mamlakatning tinchligi, qudrati, ravnaqi o'sha yurt fuqarolarining jasurligi, mardligi va kasb-hunar egallashiga bog'liqligini ham anglabdi.